Buxoro viloyati xalq deputatlari kengashining 31-sessiyasi bo'lib o'tdi. Kun tartibidagi birinchi masala sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi tomonidan mahalliy hokimlik bilan birgalikda ishlab chiqilgan Buxoro viloyatini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi loyihasi muhokama qilindi. Hujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, O'zbekiston 2030 strategiyasining hududiy davomi hisoblanadi. 2025-yil yakuni bo'yicha viloyat yalpi hududiy mahsuloti 86,6 trillion so'mga, aholi jon boshiga esa 41 million so'mdan oshdi. Bugungi kunda Buxoro nafaqat tarixiy markaz, balki sanoat, turizm va zamonaviy tadbirkorlik rivojlanayotgan hududdir. Shu bilan birga iqlim o'zgarishi, suv resurslarining cheklanganligi va texnologik transformatsiya yangi vazifalarni qo'ymoqda. Bugun muhokama qilinayotgan Buxoro viloyatini 2030-yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini viloyat taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradigan, uzoq muddatli va aniq maqsadlarga asoslangan muhim hujjat deb baholasak bo'ladi. Ushbu hujjatning eng muhim jihati shundan iboratki, unda Buxoroni faqat tarixiy va sayyohlik hududi sifatida emas, balki zamonaviy sanoat, xizmatlar, gaz kimyo, to'qimachilik, suv tejamkor qishloq xo'jaligi va raqamli iqtisodiyot uyg'un rivojlanadigan raqobatbardosh hudud sifatida qaralmoqda. Ayniqsa mana turizm sohasiga alohida e'tibor berilganligi, aniq maqsadlar qo'yilganligi bu juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu Buxoroning tabiiy va tarixiy ustunliklariga mos keladi va albatta bu shu xalqimizning manfaati yo'liga xizmat qiladi. Shuningdek, ijtimoiy sohalarda belgilangan maqsadlar ham aynan inson manfaatlariga xizmat qiladi. Bu strategiyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu strategiyada viloyatning tarixiy, madaniy, iqtisodiy va boshqa barcha ko'rsatkichlari o'z aksini topgan. Shu bilan birgalikda mana shu mavjud holatdan kelib chiqib, kelgusida 2030-yilgacha yana qanday ishlarni qilishimiz mumkin va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlari 8 ta yo'nalish belgilab berilgan. Bu ishlar orqasida faqat raqamlar emas, balki aholining farovonlik darajasi, qulay yashash muhitlari ham o'z aksini topadi. Va men o'ylaymanki, 2030-yillargacha mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi viloyatimizning yanada rivojlanishiga, xalq farovonligini oshishiga xizmat qiladi. Strategiyaning bosh maqsadi viloyatning yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi sanoat, ziyorat va madaniy turizm, innovatsiyalar hamda raqamli iqtisodiyot rivojlangan Markaziy Osiyoning raqobatbardosh hududiga aylantirishdan iborat. Bu loyihani biz bir necha jihatdan qarashimiz kerak. Birinchi navbatda Buxoro viloyatining 2030-yilgacha iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish strategiyasi davlat bilan jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy shartnomaning bir turi qarashimiz kerak. Ikkinchi navbatda yana bu strategiyaning o'ziga xos tomoni shundaki, ilgarigi resurslar va juda katta kapital mablag'larga tayangan iqtisodiy rivojlanish modelidan voz kechilib, bu strategiyada viloyatning o'ziga xos xususiyatlarini birinchi navbatda inobatga olingan holda taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqarilgan. Bu qanday o'ziga xosliklar? Birinchi navbatda bu tarixiy madaniy meros. Ikkinchi navbatda Buxoro viloyatining geografik joylashuvi. Uchinchi navbatda Buxoro viloyatidagi mavjud infrastrukturaning borligi va uning rivojlanganlik darajasi. To'rtinchi darajada Buxoro viloyatining inson kapitali sifati. Va beshinchi navbatda biz Buxoroda boshqaruv samarasining sifati haqida gapirib o'tganmiz. Ko'rib turibmizki, bularning hammasi Buxoro viloyatining xalqi, Buxoro viloyatining boshqaruvining o'ziga bog'liq bo'lgan holatlar. Ya'ni bu yerda kimdandir chetdandir kelib, chetdandir qaralgan faktorlar emas, balki o'ziga xos va Buxoro xalqining o'zini boshqaruvining qo'lida bo'lgan faktorlar haqida gap ketyapti. Aynan mana shunday rivojlanish faktorlarini inobatga olgan holatlarda ishlab chiqilgan strategiyalar barqaror bo'ladi va bu barqarorlik
Buxoro viloyatini keyingi rivojlanishida ham juda katta ahamiyatni kasb etadi. Muhokama yakunlari bo'yicha strategiya loyihasi ma'qullandi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritildi. Buxoro 2030 bu navbatdagi dastur emas. Bu viloyatning keyingi taraqqiyot bosqichini belgilab beradigan va iqtisodiyotning mutlaqo yangi modelini shakllantiradigan hujjatdir. Strategiya yangicha tarzda shakllantirilgan. Barcha maqsadli ko'rsatkichlarni aniq o'lchash va yilma-yil ko'rish mumkin. Har bir ko'rsatkich uchun mas'ul idora va moliyalashtirish manbalari aniq belgilangan. Ya'ni oddiy fuqaro ham, tegishli mas'ullar ham strategiyaning ijrosini bemalol kuzatib borishi mumkin. Bu orqali fuqarolar o'z hayotida aniq o'zgarishlarga baho bera oladilar.